Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Hozir sizlarga mana shu xolani mashinnikligini ko'rsatib beraman, qaranglar. Hozir spesialni yiqiladi. Mana, ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Qanaqa qilib qoldi. Endi qaranglar. Mana, odamlar boryapti, yordam beradi. Endi mana shu yordam beradigan odamlar pul tashab ketadi. Mana qaranglar. Ko'rdinglarmi? Bu dunyoda kimga ishonib, kimga ishonmaslikni ham bilmaydi odam. O'ylashinglar mumkin, rostdan ham yiqilgan bo'lsa-chi deb. Yo'q. 15 minut ichida 4 marta ko'rdim shunaqa qilib odamlardan pul olganini. Yo'lda yurganinglarda ehtiyot bo'linglar, hammaga ham ishonib ketavermanglar. Ehtiyot bo'linglar, chunki bunaqa odamlarning qo'lidan har narsa kelishi mumkin. Mashinanglarning tagiga o'zini ham tashlab yuborishi mumkin. Boshinglar balodan chiqmasligi ham mumkin. O'shaning uchun yo'lda imkon darajasida ehtiyot bo'lib yuringlar. Bu video manfaatli bo'lishligi uchun ko'proq yaqininglarga yuborib qo'yinglar, ularga manfaatli bo'lsin.